Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. Bugun videomiz Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun bo'ladi. Xudo xolasa reyslar bor. Madinada aka xudo xolasa mehmonxonalar bizda endi tariflar bor, standart bor, komfort bor aka. Ikki xil yo'nalish bor. Ikki xil yo'nalishda narxlar ikki xil bo'ladi. Sharoitlar ham ikki xil bo'ladi aka. Standart tarifida aka, standartda aka mehmonxona 200 metr bilan 400 metrda oralig'ida. Eng uzog'i 400 metr, bo'lmasa 200 metr, 50 metr, 100 metrda ham bor. Bu endi borganlar biladi aka, birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorda mehmonxona unaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa eng oldi qatorlarida bizniki. Xudo xolasa Madinada 2 mahal milliy o'zbek taomlari beriladi aka. 3 kun Madina ziyorati bo'ladi. Xudo xolasa Xurmo bog'i, Qibladan masjid, yana Masjidul Qubo bor. Xudo xolasa boriladigan Uhud tog'i bor. Joylarga olib borib tanishtiradi 50 boshlarimiz xudo xolasa. 3 kun Madinada turishgandan keyin Makka shahriga xudo xolasa yo'lga chiqiladi. Makka shahriga borilgandan keyin aka xudo xolasa 11 kun Makkada turiladi. 3 mahal o'zbek milliy taomlari, xudo xolasa malakali 50 bosh xizmatlari, mehmonxonalar oralig'i standart paketda Baxtiyor aka 1,5 kilometr bilan 2,5 kilometrda oralig'ida. Undan uzoq bo'lib ketmaydi aka xudo xolasa. Narxlari bo'ladi. Endi narxlarni keyin gapirib beraman. Standart paketda xudo xolasa aka Qizil dengiz sayohati xohlovchilar uchun kiritiladi. U bor aka, misol uchun 50 boshlar o'zi 1-2 kunlik ogohlantirish bilan chiqadi. Shunga qarab o'zi xohish qilganlar boradi. Jidda shahriga Qizil dengiz sayohatiga olib chiqadi. Bu majburiy emas. Xohlovchilar bemalol borib 50 boshlar o'sha ogohlantirish berib kunini belgilagandan keyin bemalol borib o'zlari ziyorat qilishlari mumkin. Endi standart paketda borgandan keyin Qizil dengiz o'zi ixtiyoriy bo'lgandan keyin unga pul yig'adi. 30 riyolda atrofida biz O'zbekistonning puliga 90 ming 100 ming orasida bo'lgan pul orasida yo'l kiraga pul yig'ishadi. Endi atga borgandan keyin shu dengiz ichiga olib kirib chiqadigan hali kichkina kemachalari bor. Bu narsa deydi, uni bilmayman. O'shunaqa kemalarida aka kirib chiqishadi. U 23 riyol bir kishiga. Endi uni komfort paketda boradimi, lyuks paketda boradimi, cho'ntag'idan to'lov qiladi. Xudo xolasa standartimiz shunaqa aka. Endi komfort paketi bor aka. Komfort paketda qulayliklar ko'p. Madinada xudo xolasa shunaqa 50 metrda atrofida birinchi qatordagi Masjidul Nabaviyga eng yaqin bo'lgan mehmonxonaga joylashtiriladi. 2 mahal o'zbek milliy taomlari bilan ta'minlangandan keyin eng asosiysi odam ko'p bo'lmaydi. 30 ta odam yig'iladi xolos unga aka. U komfort paket aka 15 kunda bir marta bor. 30 kishilik. Erkak 50 boshi bor, ayol 50 boshi bor aka. Ayollarga ayol kishi qaraydi. Borilgandan keyin xudo xolasa atda Masjidul Qubo, Masjidul Qiblatayn, Xurmo bog'i, Uhud tog'i aka, Masjidul Nabaviyning tarixi, keyin Qur'on bosmaxonasi bor, unda Qur'on bosmaxonasiga olib kiradi. Ravza-i Sharif bor, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Ravza-i muboraklariga kiritiladi. Xudo xolasa endi avvalo nasib aka, lekin xudo xolasa 99%, 100% olib kiramiz. Chunki xudo xolasa ruxsatni oladi, QR kodni olib kirgizadi, o'sha yerga teradi, kirib o'sha Ravza-i Sharifda maza qilib namozni o'qib chiqishaveradi. Endi ular Makka shahriga kelishganidan keyin Makka shahrida Sama al-Misk degan mehmonxona bor. 500-600 metr oralig'ida. Endi shuni ham aytib o'tib ketay aka. U qatdan hisoblanadi u masofa desa aka, avtobuslar turadigan, to'xtaydigan stansiyasi bor-ku, shu yerdan hisoblanadi. Chunki avtobusning stansiyasidan tushgandan keyin aka kamida 200 metr Masjidul nimaga, Masjidul Haramga yurib kiradi. Eng kam 200 metr, 250 metr yuradi. Hali bir xillarga 600 metr desangiz kartadan uradi. Yo deydi bu 2 kilometr, 1,5 kilometr chiqyapti-yu deydi. Bu 4 tomonida, Haramning 4 tomonida to'xtash joylari bor, shunaqa avtovokzallar. O'sha yerdan hisoblanadi. Bizda Gazza degan, G'azo degan joyi bor, avtobuslar o'sha yerga to'xtaydi. Shundan 600 metr oralig'ida. Xudo xolasa o'sha Jin masjidi bor aka. Jannatul Muallo qabristoni bor, shuni oldida, ro'parasida. Xudo xolasa atga kelishgandan keyin u 400 lik mehmonxona aka. Sharoitlari o'ta ham darajada zo'r. 50 boshlar xudo xolasa billa borib, billa keladi o'zi bu paketda. Ayol kishiga aytayapman, ayollar qaraydi, erkaklarga erkaklar qaraydi. 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Bir kun ziyorat, bir kun sayohat bo'ladi. U paket o'ta darajada zo'r. Mana borib umra qilib bo'lgandan keyin aka bir kun o'tkazib
Toif shahriga olib boradi. Toif shahrini borib, Toifning tarixi, Rasul sollallohu alayhi vasallam borganlari, nimalar bo'lgan, hamma narsa to'g'risida gap bo'ladi. Ma'ruzalar qilinadi. Kelgandan keyin yana bir kun o'tkazadi aka Jidda shahriga Qizil dengizga. Ana shu komfort paketda aka Qizil dengizga pul yig'ishmaydi. Shunda bor, shunda kelishadi aka. Atga borib kelgandan keyin yana bir kun o'tadi aka oradan muzeyga olib kiriladi. Muzeylar bor, o'sha Makka, Madina to'g'risida, tarixlar to'g'risida 3D muzeylar bor. Mana shunaqa muzeylarga olib kiriladi aka. Atdan yana o'tgandan keyin bir kun aka atga kirib chiqqandan keyin xayrlashuv pikniki bor, bog'larga olib kiriladi aka. Sharoitlar ko'p. Men esimda qolganlarni aytyapman. Muzdalifaga, Minoga, Jamarotga aka, Arafotga ko'p, plus ko'p. Nihoyatda komfort paketi plus ko'p. O'sha yerlarga boriladi. Endi puliga yarasha xizmat bo'ladi-da, to'g'risi aka, bu narsada pulini to'laydi, o'shanga yarasha xizmat qilinadi. Bu xudo xolasa bu standartda borganlarda qaralmaydi degani biz. Hammani ko'nglini olib, xudo xolasa chiroyli mehnat qilib, chiroyli xizmat qilib, xudo xolasa xursand holatda kelishadi. Endi yo'q, men yana ham zo'r sharoit xohlayman deganlar uchun bu. Misol uchun boraman, bir xil yo'lda avtobusda yurmaydi, onasini oyog'i og'riydi, otasiniki og'riydi aka. Qariyamiz bor, yosh kattamiz bordi, bizga mana telefon qilishadi-da. Bo'ldi, siz pulini qizig'i yo'q, bizga shunaqa sharoit qilib bering deydi. O'shunaqa odamlar uchun ekspress poyezdligi bor, Comfort Plus bor. Ekspress poyezd Makkaga borishadi, ibodat qilib uyga qaytishayotganda, Farg'onaga kelishayotganda. Shuna nimaga poyezdga o'tirishadi, 2 soatda Madinada bo'lishadi. Vokzaldan avtobus aeroportga olib kelib qo'yadi, samolyotga o'tirib uchib ketishaveradi aka. Xohlovchilar uchun aka bu narsalar, xudo xolasa. Demak, standart, komfort plus. Komfort 3 xil tarifi. $200-300 farq qiladi. Xohlagan odam xohlaganidan boraveradi. Uka biz mashinadan ketamiz, biz xudo xolasa o'shandan qilib beramiz. Shart-sharoiti 50 boshisi aka, bordi keldisi, batdan kuzatib olish, kutib olish, hamma narsa bor aka ichida. Xudo xolasa. Xo'lasa do'stlar, demak, telefon raqamlarini ekranda tagida yozib qo'yganman. Shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, yana savollaring bo'lsa, qo'shimcha savollar berib, javob olishlar mumkin bo'ladi do'stlar.